Ha, birinchi ruxsatni olib olish kerak. Endi qaytadan kod qiladigan bo'lsak. Hop, Hop, 1 1, 2 2, 3. 3. Zo'r. Zo'r. Assalomu alaykum hammaga. OneCall tizimini lokal o'rnatishni boshlaymiz. O'rnatish hujjatlariga o'tamiz. Birinchi o'rinda bizga VirtualBox kerak bo'ladi. Menda tayyor o'rnatilgan VirtualBox. Windowsda ham, Ubuntuda ham bir xil bo'ladi. New yangi VirtualBox'ni yaratamiz. VM call deb yaratamiz shunchaki. Endi qaysi operatsion sistema? 22.04 Ubuntu 22.04 tanlayman. Username call, parol 11.22 11.22 oddiy qo'yganimiz yaxshi. Endi bizda minimal base memory RAMda 4 GB deylik. 4 ta CPU band qilaylik. 2 ta ham yetadi. Disk 40 yozib turaylik. Preallocate full size. Bu degani oldindan joyni band qilib qo'yadi. Hozir preallocate o'chirib qo'yadigan bo'lsak, kompyuterimizdan joy egallamaydi tizim. O'rnatishga bosamiz. Boshlandi. Bu ozgina vaqt oladi. 10 minut, 15 minut kompyuterlarga qarab. VirtualBox'da yangi virtual mashina yaratdim. Unga Ubuntu 22.04 o'rnatildi. Endi biz kirishimiz kerak. Call login edi, parol 11.22 kirdik. Yaxshi ishladi. Endi buni yopib turaman. Instruksiya bo'yicha davom etamiz. Saqlandi, buni o'chiramiz. Hop, o'rnatildi. VirtualBox bo'yicha nima qilishimiz kerak endi? Adapterlar sozlashimiz kerak. Bu ko'prik hisoblanadi, birinchi adapter. Bu nimaga kerak deydigan bo'lsak, biz masalan bitta Wi-Fi da turadigan bo'lsak, boshqa operatorlar bitta Wi-Fi ulangan bir nechta kompyuterlarda foydalanish uchun ko'prik vazifasini, ya'ni static IP chiqarib beradi. Adapter 2 NAT rejimi bo'lsa, bu bizga internetda ishlashini ta'minlab beradi. Setting bo'limiga o'tamiz. Network adapter 1 bridge adapterga o'tkazamiz. Adapter 2 ni yoqib NAT ga o'tkazamiz. Bu joyda yozib qo'yilgan. OK. Saqlandi. Serverni qayta ishga tushiramiz. Tozalab qayta ishga tushiriladi. Call login 11.22 kiramiz. Sudo qilib root rejimiga o'tib olamiz. 11.22 root rejimiga kirildi. Endi biz SSH o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki biz tashqaridan turib ulanishimiz uchun albatta bizga har doim SSH kerak bo'ladi. Sudo apt install SSH. O'rnatildi. Biz endi host name -i deb yozadigan bo'lsak, qaysi adresda turganligi ko'rinadi. Hop, endi men oddiy terminaldan bunga ulanib olaman. SSH call kuchukcha adresimiz 172.20.10.3. Hop. Gemini. Menda oldin ishlatganim uchun menda keshda qolib ketgan. Keshni tozalab olishimiz kerak. Geminiga tashlaymiz. Gemini bizga
Kesh tozalash buyrug'ini beradi. Shuni tozalab ber desak, yes deymiz. Bizga bu kerak emas. Bu ochiq turishi kerak edi. 11.22 11.22 sudo su qilib admin panel root rejimiga o'tib olamiz. Endi root rejimiga o'tdik. Buni olib tursak bo'ladi. Biz virtual mashinamizni ularni olamiz endi. Xo'p, adapterlarni sozladik. Shu buyruqni tashlasak yetarli. Qaysi tilda davom etamiz o'rnatishda? O'zbek tilini tanlayman. Demak, bizda Docker yo'qligi uchun Dockerni o'rnatyapti. Kerakli kutubxonalar o'rnatiladi. Hammasi avtomatik mana shu bir qator buyruq bilan bajariladi. Biz hozir lokal mashinaga o'rnatayotganimiz uchun enter bosib ketaveramiz shunchaki. Hop, qayerga o'rnatyapmiz? Virtual server turini tanlaymiz. Biz virtual box o'rnatyapmiz. 1. Bu default bo'ladi. 192.168.1.188. Wi-Fi da ulanganda bitta tizimda bo'lgandan keyin bilsalaring 192.168.1.188 masalan birdan mana shu joygacha hammasida bo'ladi Wi-Fi da yoki mana joy 0 bo'ladi. Shunga qarab turib oxiriga 188 terib qo'yilsa, hamma operatorlar, ya'ni bitta Wi-Fi tarmog'ida turgan operatorlar ularni oladi. Shunchaki enter bosaman. Endi bizda veb saytda, ya'ni Chrome'da ishlash uchun sertifikat kerak bo'ladi, ya'ni SSL sertifikat. Bir self sign tanlaymiz. Default 11.22 qilamiz, shunchaki enter bosib ketamiz. 900 megabaytli faylni yuklab oladi. O'sha yuklangandan keyin o'rnatilishni boshlaydi. Mana bo'ldi, proyektimiz o'rnadi. Agar Wi-Fi ulanadigan bo'lsak, shu adresda ochiladi. Hozir menda Wi-Fi ulanmagan, ya'ni telefonimda internet ulanganligi uchun bu adres ishlamaydi, faqat Wi-Fi da ishlaydi. Qaysi adres ishlashini hozir SSH bilan ulangan adresimiz ishlaydi hozir. Buni bilish uchun shunchaki hostname i yoki bu tomonda bor edi bizda 172.20.13 172.20.10.3 shu adresga kiradigan bo'lsak, safe mode o'tamiz. Bizdan litsenziya so'raydi. Litsenziyani Google orqali ro'yxatdan o'tamiz. Onecore.uz saytida mening litsenziyalarim bo'limida litsenziya olamiz. Mana hozir 14 kunlik bepul litsenziya bor. Shuni test
tushundim. Nomlar shasiga kiritmasak ham bo'ladi. Yaratildi. Endi bu keyni bu tomonga kiritadigan bo'lsak, activate ishladi. Hop, bizda o'rnatish instruksiya bo'limimizda hammasini o'rnatib bo'lingandan keyin shu bir qator kod bilan o'rnaydi. Bizda loginimiz shu, parolimiz 1 dan 8 gacha. Login 90li 1 2 3 4 5 6 7. Parol 1 2 3 4 5 6 7 8. Proyektimiz ishladi. Onlayn. Xo'p. Kelinglar o'zbekcha qilamizda. Men guruh va operatorlar yaratay. Masalan, Farg'ona 1 degan guruh yaratay. Yo'q, boshqadan yaratamiz. Farg'ona 1. Uni 4 ta operatori bo'lishi kerak. 4 ta operator yaratadi. Operatorlar bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bizda 101, 102, 103, 104 operatorlar yaratadi. Kelinglar shu operatorlar bilan kiraman. Hop, ikkita profilimni ochay. Multifestni ochaylik. Yana bitta. Proviga motor. Ikkita profilni ochamiz. Kerak emas. Hop, ikkalasi ochildi. Biz endi bu saytimizga kirishimiz kerak. Uchinchi ikkalasida ham kiramiz. Bir martadan safe modga xo'p desak, bo'ldi. 101 parol 1 2 3 4 102 parol 1 2 3 4. Mana operatorlarimiz onlayn bo'ldi. Kelinglar ichki kodni sinab ko'ramiz. Masalan, men bu joyda 101 operatoriga yozaman. Onlayn ekan. Salom. Sam sirada xabar keldi. Kelinglar oddiy kod qilib ko'ramiz. Mikrofonga birinchi marta ruxsat beramiz. 1 2 3 ovoz bor. Xo'p, o'shda endi call historyga o'tadigan bo'lsak, mikrofonga birinchi marta ruxsat beramiz. Ovozlarimiz bor. Endi kelinglar, video callni sinab ko'ramiz. Birinchi marta ruxsat beramiz. Callga javob beramiz. Kameraga ruxsat. Birinchi ruxsatni olish kerak. Endi qaytadan call qiladigan bo'lsak. Hop. 1 2 3 zo'r. Xullas tizimimiz shunday ishlaydi. Ichki calling tizimi, Telegramga o'xshagan oddiy calling bor, video calling bor. Shu o'rnatish bo'yicha ichki ishlash prinsipi. Endi bizda kontaktlar bo'ladi, tashqi raqamlar bo'ladi. Bu narsa admin paneldan hal qilinadi. Keyingi videolarda birma-bir qanday qilinadi admin paneldan. Masalan, bizda tashqi raqam bor, masalan, Uztelekomdan yoki boshqa Sarkar Telekom bilan ulardan olib, shu joyga ulab ishlatishni, tashqi raqamdan chiqish va tashqi raqamga chiqish, masalan, mijoz telefon qilsa operatorlarga yo'naltirish, shularda xaritasini ko'ramiz. AMOSRM, MySQLlarga integratsiyamiz ham bor, API calling, shu xizmatlar ham bor. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Ishlatib ko'rib, kommentlarda o'z fikrlarini bildirasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar.